Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali sizga eng sara yangiliklarni ulashishda davom etadi. Jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatib boring. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz bugungi videoni boshladik. O'zbekiston terma jamoasining mundialdagi guruhdoshi Kongo Demokratik Respublikasi Chiliga qarshi o'rtoqlik o'yinida mag'lub bo'ldi. 2-1 hisobida o'yin yakunlandi. Afrikaliklar jahon chempionatidagi ilk o'yinini Portugaliyaga qarshi 17-iyun kuni o'tkazadi. Keyin esa Kolumbiyaga qarshi 24-iyun va O'zbekiston bilan 28-iyun kuni to'qnash keladi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etish uchun Nyu-York shahridan Amerikaning Atlanta shahriga yetib keldi. Ma'lumot uchun terma jamoamiz ushbu yerda o'z mashg'ulotlarini o'taydi hamda jahon chempionatiga tayyorgarlikni davom ettiradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi hisoblangan Jaloliddin Masharipov jahon chempionati uchun 26talik tarkibdan chiqarildi. Jurnalist Jaloliddin Qobiljonovning ma'lum qilishicha, futbolchimiz kengaytirilgan tarkibdan chiqarilgan. Uning o'rniga esa Navbahor vingeri Ruslanbek Jiyanov tarkibga jalb qilingan. Shu o'rinda tajribali jurnalist Qahramon Aslanov o'zining Telegram kanalida ushbu holatga munosabat bildirib o'tdi. Jaloliddin Masharipov jahon chempionati uchun qaydnomadan chiqarilishi mavzusida men o'zim bir necha marta Masharipovning jamoa bilan birga bo'lishi, garchi o'ynamasada foydali bo'lishi mumkinligini yozgandim. U yerda murabbiyning shunday qarori bor edi va men Cannavaro nega Masharipovni sport formasidan qat'iy nazar olyapti, falonchini olmayapti degan masalaga javob izlab shu xulosaga kelganman. Ya'ni Masharipovni olish kerak degan fikr menda bo'lmagan. Bunday qarorga faqat murabbiy kelishi mumkin. Agar u shuni istagan bo'lsa, nima uchun qilganiga asos axtarishga harakat qilaman. Mabodo Masharipov tarkibdan chetlatilsa, demak to'g'risi shu, bunga ham uzoqdan turib e'tiroz bildirish o'rinsiz. Ikkinchidan, qaydnomadagi 26 futbolchini almashtirish uchun FIFAning tibbiy xulosasi shart. Faqat shu shart bilan 2-iyundan keyin tarkibda o'zgarish qilish mumkin. Shunchaki fikr o'zgarib qolib, almashtirib bo'lmaydi. Demak, Masharipov shundoq ham maydonga tushishga tayyor emas va rasman 3-tomon FIFA tasdiqlasagina o'zgarish sodir bo'ladi. Uchinchidan, Masharipovning borligi jamoaga ruhan yordam berishi, uning yetakchiligi kerak ekani haqidagi fikrlarga men ham shunday o'ylagandim. 26talik tarkibga kira olmagan 4 futbolchi shundoq ham oxirigacha terma jamoa bilan birga bo'ladi, ortga qaytib kelishmaydi. Ya'ni mabodo qaydnomadan chiqarilgan taqdirda ham Masharipov AQShda bo'ladi deya o'z fikrlarini bildiradi Qahramon Aslanov. Hamma emotsiyalar ajoyib, barchamiz xursandmiz va nihoyat biz uzoq kutgan vaqt keldi va barchamiz tayyormiz, xudo xolasa. Ajoyib hammasi. Amerikaga vaqtlariga menimcha o'rnashib qoldik. Biz oldinroq vaqt kelib, o'sha Nyu-Yorkda ham 10 kunlik mashg'ulotlarni olib bordik. Hozir hamma atmosfera ham, hamma tomonlama ajoyib hammasi. Birinchi navbatda juda katta g'urur bu men uchun, nafaqat men uchun, balki butun jamoamiz uchun. Biz faqat terma jamoa nomidan emas, balki butun O'zbekiston nomidan kelib qatnashyapmiz. Aytib o'tganimdek, bu uzoq kutilgan orzu edi biz uchun. Faqat bizni qo'llab-quvvatlashliklarini so'rardik va albatta biz o'z o'yinlarimiz bilan xudo xohlasa xursand qilamiz ularni. Qadrli muxlis, bugungi videomiz shulardan iborat edi. O'z va fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzating. Videoga esa like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.